Ochasizlarmi nasosni ham? Ha, orqasidan chiqarib qo'ya. Mana bu yerdan. Suvni quyib olamiz. Ikki tomonda ikkita bolti bor, bo'shatib suvni quyib olamiz. Bunday qilindi, chuqurligi 2,5 metrlik bachok tashavordik suvdagi. Yo'q suvga 2,5 metr. Hali bundan 1,5 metr suv ko'tarilar ekan, o'sha petlarda maza qilib ichsa bo'ladi. Bu nasosimiz ham mana sotilib ketdi. Generatorini 1200 deyishyapti. Turdi $1000 ketdi, 75 kW zavodskoy. Bu tomoni ham sotiladi. Shuni suvni qo'yib tashlasak bo'ldi. Afisanda nomerlar bor. Bemalol qachib qo'rasizlar. Aloqa qachib qo'rasizlar. Nomerlarimiz bor, qoldiramiz. 32 kilovatimiz 75,5 amperda ishlatib yurgizib olganmiz. Olib chiqib, обратный klapani 200 ga polni moslab 400 metrga surdi. Yana qo'shdik turba 370 metrda 380 bo'lib qoldi. Ha. Shunday xizmatlarga Afisanda nomerlar bor. Video yoqqanmisa like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Tepaga chiqib, suv chiqishini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana mazza joyi. İşte oxiridagi mazza joyi. Hamma yo'q. Tayyor, shuni yo'qdan dang. Avrar aka. Zo'rmi? Mazzami? Ana, Samarqanddan to'ydim. Anaqa otib yuborishlar ham mazza bo'ladi-da, eshitib ekanda. Kelaverasizlar, shunaqa otishlar bo'lsa o'zimiz shaydamiz. Suvimizni ham chiqarib oldik, bosimini ko'rib turibsizlar. В общем, abdush chiqyapti troynagimizdan. U tomonga ham ochamiz, bu tomonga ham ketgan. Suvimiz xudo xolasa davleniyasi в общем zo'r. Aqda bateriya qilyap turgan tok bo'lsa 30 kW. Nima deysiz? Yaxshimi? Yaxshi. Xizmatlar bo'lsa shaydam. Turgan joyini ham ko'ryapsizlar. 75 kW o'rniga suvimiz yuzib berdi. Afisanda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaveramiz.